Sotuvda mana shu Volvo Euro 5 Krone Pritsep bilan komplekt holatda sotilyapti akalar. Narxini egalari 37 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. Yana kelishadigan joylari bor ekan. Furani ma'lumotlarini endi birma-bir aytib o'tib ketaman akalar. Tigach 2007-yilda ishlab chiqarilgan 400 ot kuchiga ega. Bosib o'tgan masofasi 1.608.000 km masofani bosib o'tgan. Mexanika korobkada salon ichlarini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsangiz bo'ladi. Yiliga nisbatan yaxshi holatda turibdi. Baklari bu tomonda 750 litrli bak, bu tomonda 600 litrli hajmga ega baklar bilan jihozlangan. Balolarning holati ham Tigachga yangidan holatda turibdi. Yaqinda videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Prinsipiga keladigan bo'lsak, 2006-yilda ishlab chiqarilgan standart 96 kubalik Krone Pritsep bo'ladi. Moslari ham Safmos utka. Balolarning holatini ko'rishingiz mumkin. Ichki holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Yana bitta narsa, furada umuman kamchilik yo'q deb egalar aytayaptilar. Faqat o'zlari haydagan mashina ekan. Korobkasini ham Perigon korobka qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Motorlari moy rasxod qilmaydi deb aytayaptilar. Agar mana shu komplekt furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalariga telefon qiling. O'zlari bilan yana kelishilgan holatda yaxshi narxlarga savdolashib olsangiz bo'ladi. Manzil Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida turibdi. Bemalol kelib ko'rib, tekshirib, tezda savdolashadigan joyi bor.